Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun hozirda Qo'qon shahrida Gorodda biza Seven'da ikkinchi filialini ochishga turibmiz. Hozirda magazinda qisqacha obzorini va mijozlarimizning fikrini so'raymiz. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, o'sha mashhur Gorodda, ya'ni Istiqlol ko'chasidan kiraverishda o'ng qo'lingizda keladi. Aka, magazinimiz haqida qanaqa fikrdasiz? Yoqdimi sizga? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Seven jamoasiga Alloh taolo baraka bersin. Zo'r. Dizaynga keladigan bo'lsak, juda ham komfortni, premium qilishibdi, mashalloh. Telefonlari ham juda ham narxlari ham arzon. Assortimentni ham juda ham chiroyli qilib kelishibdi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol Seven'da Qo'qondagi, ya'ni Goroddagi filialiga kelib, bemalol naqdga muddatli to'lovga ham xarid qilib ketsalaring bo'ladi. Sizlardan pasport kerak bo'ladi, xolos. Siz qanaqa fikrdasiz, aka? Ishlariga omad tilaymiz. Xudo xolasa mijozlarimiz kelib bemalol xarid qilishadi. Katta, chiroyli, juda ham sifatli va servis xizmatlari juda zo'r. Omad kelajakda yana boshqa shaharlarga shunaqa chiroyli do'konlar ochishni tilab qolamiz. Magazin ishonchli, qulay, arzon. Xizmatlar sifatli. Magazin zo'r, juda ham assortimentlar chiroyli qilib olib kelib qo'yishibdi. Mana ba'zan bir fikrlar eshitamiz. Biz fikrimizni bildirdik. Zo'r, mashalloh. Kelinglar, muddatli qilib berishar ekan. Trading xizmatlari ham bor ekan. Hamma ish chetda bitar ekan, juda zo'r qilib ochib qo'yishibdi. Alloh razı olsun. Telefonlaring bo'lsa ham bemalol kelib olib kelib yangisiga alishtirib ketsalaring ham bo'ladi. Narxlar yomon emas, kelinglar. Omad. Barcha mijozlarimiz uchun Qo'qonda yangi Seven magazinimiz ochildi. Yana hammalaringni kelishlaringni kutib qolamiz. Kelinglar, sifatli va chiroyli zo'r narsalarni xarid qilinglar. Seven orzu qilishdan hech qachon to'xtadi. Men o'ylaganimdan katta ekan-da. Assortimentlar zo'r, kim kerak bo'lsa kelaverasizlar. Ishlaringga omad. Juda ham yoqdi. Narxlar ham a'lo darajada. Eshitib, istoriyalarda ko'rib boradi, Instagramda ko'rib borgandim. Keldim mana. Narxlari juda yaxshi ekan. Bunaqa joylarni ham Qo'qondan filialda yana ham ochaveringlar, ko'proq ochaveringlar. Shu xalq xizmatida doimo badam baquvvat bo'lib yurishaversin. Seven orzu qilishdan to'xtamang. Qo'qonda yangi filialimiz ochildi, hammalaring kutib qolamiz. Narx-navo ham atrofdan ko'ra ancha yaxshi ekan. Bizning mijozlarimiz. Xudo xolasa kelinglar hammalaring. Rahmat. Mana Seven magazinini ochilishdan o'tkazib oldik. Hozir men sizlarga qisqacha magazinimizning obzorini qilib beraman. Eshidan to'g'ri kirganingizda birinchi bor shunaqa vitrinaga duch kelasiz. Vitrinamizda iPhone 11 dan tortib 16, 17 largacha mavjud. 16 va 17 ni xohlasangiz yangi, xohlasangiz bu versiyasida bizda telefonlar nafaqat naqdga, balki boshlang'ich 50% to'lov bilan bitta pasport yordamida Seven'dan halol savdoga olishingiz mumkin. Seven magazindan muddatli xarid qilishning shartlari juda ham oson. Bitta pasportingizni olib kelasiz, yoshingiz 20 dan o'tgan bo'lsa bo'ldi. Bundan tashqari bizda nafaqat telefon, balki aksessuarlar ham mavjud. Juda ham katta assortimentda mashinaga, uyga, boshqa narsalarga chexollar va stikerlar ham mavjud. Shuningdek, bizda Apple'ning hamma gadjetlari mavjud. Buni ham muddatli to'lovga olsangiz bo'ladi. Agar sizga qanaqadir gadjet kerak bo'lsa, bizda yo'q bo'lsa, uni sizga bir kunda dostavka bilan olib kelib beramiz. Va Seven'dan xarid qilingan har bir iPhone uchun 1 yillik garantiya taqdim qilinadi. Bu tarafimizda mobilograf, videograflar uchun hamma aksessuar mavjud. Osmo displey, mikrofon displey va boshqa aksessuarlardan hammasi mavjud. Kimgadir qanaqadir aksessuar yoki iPhone kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar.